Jinsiy gormonlar balansini normaga solib, osongina ozishni xohlasangiz, bu 3 ta vitaminni albatta ichishingiz kerak. Birinchisi bu D3. D3 bu progormon hisoblanadi. Gormonal balansingizni normaga solishga, insulin retsistentlikni bartaraf etishga, undan tashqari shirinliklarga bo'lgan ehtiyojingizni kamaytirishga yordam beradi. Ikkinchisi bu yod. Yod bu buqoq faoliyatini normal holatda ishlashini ta'minlaydi. Hozirgi kunda 90% insonlarda buqoqda muammolar bo'layotganligi uchun ham ozish jarayoni qiyinlashib ketgan. Shuning uchun albatta yodni ratsioningizga kiriting. Uchinchisi omega 3. Omega 3 yog'lari jinsiy gormonlar muvozanatini normaga solishga, organizmdan yallig'lanishlarni chiqarib tashlashga va yog'laringizni yoqishga yordam beradi. Aynan shu vitaminlarni ratsionga kiritsangiz maza qilib ozishingiz mumkin. Lekin bu vitaminlarni ishlovchi faktorlari mavjud. Agar u faktorlarga amal qilib vitaminlarni sotib oladigan bo'lsangiz, bu vitaminlar sizda umuman ishlamaydi. Bu vitaminlardagi qaysi faktorlar ekanligini bilishni xohlasangiz, Telegram yopiq kanalimga a'zo bo'ling. Telegram yopiq kanalimda bepul onlayn darsliklar, undan tashqari video chatlar o'tkazib boriladi va vitaminlarni qanday holatda, qaysi tartibda ichish kerakligini yo'riqnomalari ham berib boriladi. Yopiq Telegram kanalimga a'zo bo'lish uchun esa kommentariyada 5 raqamini qoldiring.